Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch City'da bo'ladi. Yurib turganlaringizdin. Oshim ajoyib joyda. Urganch City'dan 3 kanal so'rab yuradingizlar. 3 kanali 3-etajda, 5 etajli domimizning 3-etajida 3 kanali 77 kvadrat joyimiz sotuvga chiqdi. Esa joyimizni ichki qismi bilan tanishtiramiz. Yetdik esa hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 3-qavatimizga yetib keldik. 5 etajli domning 3-qavatida 3 xonali joyimiz sotuvga chiqdi. Shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz yaxshi, sifatli, rossiyskiy eshikdan bo'ladi. Yine ko'rib turganlaringizdek ajoyib. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga giramiz. Girganimiz ko'rib turganlaringizdek keng tushgan hurmatli yurtdoshlar. Oyoq taglarimiz stashka bo'ladi. Joyimiz shpakolovkadan chiqib ajoyib bo'lib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Yine görüp turganlaringizdin esa joyimizni tanishtirib chiqamiz, bir yandan ko'rsatib. Bu yanimiz hurmatli yurtdoshlar kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyamiz ham yine keng tushgan. Görüp turganlaringizdin ajoyib kichkina emas, bemalol o'tirib choy ichib, netadan bo'lib turibdi. Bu yanimizda balkon qismimiz bor, ko'rsatamiz hurmatli yurtdoshlar. Yine balkon ikki yandan bor, berimizdan balkon qismi bor yine görüp turganlar. Shochiklar qo'yilib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Neler ötüp turttu, şlankalarımız hemmesi ötüp turttu. Yani bızıp neyte bir mesela doğru tayyor halatta bolup turttu hurmatli yurtdoshlar. Yanımız ise katta spanimiz bo'ladi, ya'ni kattalarning spanisi desek ham bo'ladi. Akvaynalar qo'yilgan, joyimiz tashga etilgan, ajoyib bo'lib shpakolovkadan chiqib turibdi. Aytganimizda yine shlankalar ham ötüp turibdi. Doğru ataplinlarni qo'yib beraverasizlar, ya'ni o'tirib beraverasizlar, ajoyib. Yine joyimiz shpakolovkadan chiqib tayyor holatda bo'lib turibdi. Bu yanimiz vannamiz bo'ladi. Vannasi alohida, ya'ni tualeti alohida bo'ladi. Bu yerimiz ham shlankalar o'tib tayyor holatda bo'lib turibdi. Oyoqlarimiz tashga. Bu yerimiz tualetimiz bo'ladi. Tualetimiz ham hamma narsasi yine o'tib shlankalar ham o'tib tayyor bo'lib turibdi. Cho'chiklar qo'yilgan. Tayyor holatda hurmatli yurtdoshlar. Birimiz esa zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham kenglik ham keng, kattalik ham katta, balandlik ham baland. Ulu tushgan, kichkina emas, ko'rib turganlaringizdek ajoyib joyimiz. Tayyor shlankalarni o'tgan. Yine kichkina emas, keng tushgan 3 xonali bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Bu zalimiz bo'ladi. Bu yanimizda esa detskiy xonasi bo'ladi. Ya'ni bu ham spani desek ham bo'ladi bemalol. Aytib o'tganimizdek, bu joyimizda 2 balkoni bor hurmatli yurtdoshlar. Bu ham tarafimizdan balkon qismi bor. Yine bu yerimizdan balkoni bor hurmatli yurtdoshlar. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Voshin planovkasi zo'r. Ma'lum yaqin narx ham arzon narxda hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz 77 kvadrat bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Joyimizin narxına keladigan bo'lsak, joyimizin narxi 420 million so'm hurmatli yurtdoshlar. Zudlik bilan sotiladi. Esa joyimizni yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, kanalımızda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Hurmatli yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuning joy so'rab birgalarga tashakkur qo'yinglar hurmatli yurtdoshlar.